obodonlashtirish, toza hudud, ichimlik suvi. Bu sizlarni oyoqlaring yerdan uzilib qolganmi? Yo'q, men Nimaga deputat so'rovga bunaqa qilib yo'q, men bajarmay kelyapsizlar? Sudda yaxshilik- Tushuntirishga to'xtang. Tushuntirish berasizlar. Sizlar tushuntirishmas, sizlar bajarasizlar. Bu deputat o'zini hududidan muammo, fuqarolar qiynab kelayotgan masalalarni qo'yib beradi. Sizlar bor tushuntirish berasizlar ekan. Obodonlashtirishda ish umuman qoniqarsiz deputatlik so'rovlari bo'yicha. Sizlar bular tomonidan berilgan so'rovni muhokama qilmaysizlar, borib ijrosini ta'minlaysizlar. Sizlar bajaruvchisizlar, xalqqa xizmat qiluvchi tashkilotsizlar. Nimaga sizlar tushuntirish berasizlar? Kim bo'lsang, vallomating bo'lsa ham aytib qo'y. Mana deputatlik so'rovi bo'yicha masalan kim mana shunday tashlab qo'ysa, mana qo'limdagi 18 tasi hal etilib, 4 tasiga tushuntirish berdim. Nechtasi rad etilibdi. Hech kimda haqqi yo'q. Bu deputatlik so'rovini bajarmaslikka hech kimda haqqi yo'q.